Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Tezkor xabar: Rossiya patentni bekor qilishga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada mehnat migratsiyasi qoidalarini to'liq qayta ko'rib chiqish taklif qilinmoqda. Davlat dumasiga patentlarni bekor qilish va yangi modelga chet ellik ishchilarni maqsadli yollashga o'tishni talab qiluvchi qonun loyihalarini to'plami taqdim etildi. Yangi qoidalarga ko'ra, migrantlar mamlakatga faqat ma'lum bir ish beruvchining taklifnomasi bilan kirishi mumkin. Ish ruxsatnomasi faqat bitta mehnat shartnomasining muddati davomida amal qiladi. Agar shartnoma bekor qilinsa, xorijiy ishchi Rossiyani tark etishi kerak. Boshqa ish beruvchiga o'tishi imkonsiz bo'ladi. Migrantning Rossiyada bo'lish muddati mehnat shartnomasi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Uni yangi taklifnomasiz uzaytirib bo'lmaydi. Ish beruvchi chet ellikning mamlakatdan chiqib ketishini osonlashtirishga, shu jumladan uning uchun to'lovlarni amalga oshirishga majburdir. Qonun loyihasi migrant ishchini yollash bilan bog'liq barcha xarajatlar, jumladan hujjatlarni rasmiylashtirish, tibbiy ko'riklar, sug'urta va uy-joy xarajatlari ish beruvchiga yuklanadi. Shuningdek, xodimning o'z vaqtida ketishini ta'minlash uchun ham javobgardir. Bu yirik biznes uchun maqbul bo'lishi mumkin, ammo kichik kompaniyalar uchun bunday xarajatlar jiddiy muammoga olib keladi. Asosiy qoidalardan biri yangi tizim ishtirokchilariga yashash uchun ruxsatnoma va fuqarolikni olishni taqiqlashdir. Shuningdek, migrant oila a'zolarining, jumladan ota-onalar va aka-uka, opa-singillarning kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Yangi tizim bo'yicha kelgan barcha migrantlar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy biometrik testdan o'tishlari shart. Ushbu ma'lumotlar yagona davlat tizimiga kiritiladi va ularning qolish muddatini avtomatik ravishda kuzatib boradi va agar kerak bo'lsa, chiqish tartib-qoidalarini amalga oshiradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'zgarishlar migratsiya oqimini yanada qattiqroq nazorat qilishga qaratilgan. Biroq yangi tizim qonuniy ish bilan ta'minlashni sezilarli darajada qiyinlashtirishi sababli noqonuniy ish bilan ta'minlashning ko'payishi ehtimolga yaqin. Chet elliklarning Rossiyada vizasiz vaqtincha qolish muddatini 90 kundan 30 kungacha qisqartirish taklif qilindi. Bunday qonun loyihasi Davlat dumasiga Davlat dumasining Sog'liqni saqlash qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Fedor Tumosov tomonidan taklif etilgan. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda Rossiyada asossiz 1 yil ichida 90 kundan ortiq qolish mumkin emas. Agar siz ushbu vaqt davomida patent, RVP, VNJ rasmiylashtirsangiz yoki o'qishga kirgan bo'lsangiz, bu sizga ko'proq muddatga qolishga imkon beradi. Rossiya Federatsiyasida ishlash davrida murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qolgan, tazyiqqa uchragan, majburiy mehnat yoki zo'ravonlik qurboni bo'lgan o'zbekistonliklarga moddiy va ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Migratsiya agentligi Moskva va Moskva viloyatidagi 15 taga yaqin hostel va sutkalik mehmonxonalar bilan shartnoma imzolagan. Agar fuqaro murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qoladigan taqdirda agentlikning Moskvadagi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkin. Vaziyatni o'rgangan holda fuqarolarga 30 kungacha bepul yotoq joyda yashash imkoniyati beriladi. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar, agar hujjatlaring bo'lmasa, sizlarga yangi yilgacha O'zbekistonga chiqib ketishni maslahat beraman. Chunki Kun.uz rasmiy kanalida ham chiqdi. Agar sizning hujjatingiz bo'lmasa, 1-yanvardan boshlab qattiq reydlar ketadi. Bular hozir nima bilan ugrajat qilyapti? 3 yillik qamoq bilan. Agar hujjatingiz bo'lmasa, 3 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Mana shu Kun.uz rasmiy kanaliga kirib o'sha ma'lumotni olishinglar mumkin. Bu videoni nimaga chiqaryapman? Bu hazil narsa emas. Mana shu Hindistondan
ishchi kuchi ham olib kelyapti. Bu hammasi bekorga emas, ehtiyot bo'lasizlar. Bular pramoy shunchaki ayta olmayapti-da. Davay bo'ldi, davay yig'ishtir chamadonlaringni uyga hammang deya olmayapti. O'shaning uchun hujjatli yo'llarga yangi yilgacha chiqib ketishni maslahat beraman. Ehtiyot bo'lasizlar.